Hatto payg'ambardinmi ayb izlaydigan, o'zining boshqasining hech kimni musulmon sanamaydigan. Chunki haqiqatga aql va tafakkur boshlab kirolmagan ba'zi kishilarni dunyo manfaati boshlab kiradi. İlgirki dersimiz deganimizdek Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam naiti puxta tayyorliq va zo'r qo'shin bilan tuyuqsiz holda Makkaga kelib, Makkani bo'ysundirgandan keyin atrofdagi qabila va aymoqlar amalsiz Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga el bo'ladi. Lekin Makkaga taxminan 100 kilometr keladigan Taif shahridagi Saqif qabilasi va Havazin qabilasi Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga el bo'lishni rad qiladi. Chunki Saqif qabilasi va Havazin qabilasi o'zini Qurayshlarga raqobatchi va ular bilan hamtan deb qaraydigan son jihatdan munoyat ko'p cho'ng qabilalardan biri edi. Shuning uchun ular Qurayshlar kirgan dinga biz kirmaymiz deb islomga kirishni rad qiladi. Ular Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning talabini rad qilib qolmay, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga qarshi urush qilish uchun Havazin qabilasi bilan birlikda urush safarbarligi e'lon qiladi. Shunday qilib arablarning orasidagi bu cho'ng ikki qabiladan 20 ming kishilik, ba'zi manbalarda 30 ming kishilik askar Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam va sahobalar qarshi urush qilishga tayyor bo'ladi. Bularning qo'mondonligiga ikki qabila maslahatlashgandan keyin Havazin qabilasidan urushga mahir mashhur qo'mondon Malik ibn Avf qo'mondon bo'ladi. Malik ibn Avf qo'mondon bo'lgandan keyin barliq askarlar elib mang'alaydigan mol bisatlarining hammasini urushga beli elib chiqadi. Shuning bilan birga xotin bola chaqalarining hammasini elib chiqadi deb buyruq qiladi. Lekin Malik ibn Avfning bu fikriga Saqif qabilasining cho'nglari va Havazin qabilasining oqsoqollari qarshi chiqsa-mu, lekin Malik ibn Avf mushunda qilsaq askarlarning hammasi jon tikib urush qiladi deb bu fikrdan qat'iy yanmaydi. Va shundaqla askarlarning keyniga askarlarning tugi qo'ylari, kollari va bola chaqalari va elib mang'ala bo'lgan butun mol bisatlarining hammasini agashtirib Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam qarshi urush qilish uchun yo'lga chiqadi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ularning Makka qarab yo'lga chiqqanligini xabar topgandan keyin jiddiy askar tayyorlashga tushadi. Va Madinadan kelgan 10 ming sahobaga Makkada musulmon bo'lgan 2 ming sahoba qo'shilib 12 ming kishilik musulmonlar qo'shini tayyor bo'ladi. Dushman qo'shini Makkaga 20 kilometr keladigan Hunayn jilg'isiga yaqin joydagi Avtas degan yerga kelib tushadi. Payg'ambarimiz Muhammed aleyhisselam ularning xabarini olgandan keyin 12 ming kishilik qo'shinga bosh olib Hunayn jilg'isini ko'zlab mangadi. Dushman qo'shini Hunayn jilg'isining ikki tarafiga maxfiy holda o'qiyotchilarni o'rlashtiradi. Sahobalar bu qatim o'zlarining sonining ko'pligidan faxrlanib, biz bu urushda sonimizning ozligi tufayli hargiz mag'lub bo'lmaymiz deb o'zining sonidan faxrlanishga boshlaydi. Chunki 12 ming kishilik bu qo'shin musulmonlarning tarixidagi tunji zo'r qo'shin edi. Lekin Alloh taolo ularning songa ishlab ketganligi uchun ularga bir dars berib qo'yishni iroda qildi. Shunda qilib musulmonlar qo'shini tong etishdan burun ola qorong'uda Hunayn jilg'isi qarab keladi. Musulmonlar qo'shinining oldingi saflarda Makkada yangidan musulmon bo'lgan askarlar chiqib olgan edi. Chunki ular biz payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bilan, ya'ni Allohning elchisi bilan bo'lgan bu urushda hargiz mag'lub bo'lmaymiz. Oldida mangsak g'animatni ko'proq yig'alaymiz deb bu maqsadda safning oldiga chiqib olgan edi. Afsus musulmonlar qo'shini Hunayn jilg'isining ichiga kirgan hamon ikki tarafga o'rlashtirilgan dushman qo'shinining o'qiyachilari shiddat bilan musulmonlar qo'shiniga o'q etishga boshlaydi. Musulmonlar ushtum tutqilingan bu hujumdan nima qilishni bilolmay hammasi jon saqlash bilan bo'ladi. Musulmonlar qo'shinining saflari buzilib, taraf-tarafga qochadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va uning qo'shnida bir qancha sahobalar qolib qoladi. Ular davomli olg'a ilgirlaydi, lekin sahobalarning ko'pinchisi keyniga qochadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom "Mana men Muhammad Allohning elchisi, bu yerga kelinglar" deb to'lashga boshlaydi. Lekin sahobalarning hammasi ushtum tutqilingan hujumdan qo'rqib keyniga qochishga boshlaydi. Mushundaq jiddiy paytda oldi tarafdan dushmanning otliq qo'shini hujum qilib keladi. Musulmonlarning o'ng taraf va so'l taraf va oldi tarafdan iborat 3 tarafdan dushmanlar tang hujum qilib keladi. Lekin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va uning qo'shnidagi bir qancha sahobalar keyniga qat'iy chekinmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qo'shnidagi tog'asi Abbosga "Ey Abbos, to'la, qani payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga daraxtning ostida o'limga bay'at berganlar qani" deb to'ladi. Abbos payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga daraxtning ostida o'limga bay'at berganlar qani, ya'ni Rizvon bay'atiga bay'at berganlar qani deb to'laydi. Bu gapni anglagandan keyin Hudaybiya sulhisida o'limga bay'at bergan sahobalar darhol keyingan edi va payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning atrofiga to'plashadi. Ondan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom tog'asi Abbosga "Ansarlarni to'la" deydi. Tog'asi Abbos "Ansarlar qinisizlar" deb to'laydi. Ansarlar otlardan sakragunicha payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qashiga kelib to'plashadi. Shunda qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning atrofiga bir to'p pidokor, ya'ni o'limni oldiga elib qo'ygan pidokor sahobalar to'plashadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu sahobalar bilan dushman qarshi ilgirlaydi. Alloh taolo sahobalarga songa ishinib ketganlik uchun ularga yetarli darsni berib bo'lgandan keyin o'zining va'da qilgan yordamini ato qiladi. Alloh taolo bu haqda Qur'on Karimda "Laqad nasarakumullohu fi mawatin kaseera" Alloh taolo sizlarga nurg'un yerlarda yordam berdi. Ya'ni nurg'un janglarda yordam berdi. Va yawma Hunayn va Hunayn kunida yordam berdi. "Iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a." Sizlar soninglarga qarab ajablandinglar. Ya'ni soninglarning ko'pligi bilan faxrlandinglar. O'zinglarning soniga ishondinglar, lekin soninglarning ko'pligi sizlarga hech narsani foyda bermadi. Sizlarga zamin toliq qildi. Ya'ni dushmanlar o'ng, so'l, oldi tarafinglardan bostirib kelgan vaqtinglarda nega qochishni bilmay qoldinglar. Thumma wallaytum mudbirin. Ondan keyin sizlar keyninglarga qochdinglar. Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi va ala al-mu'minin. Ondan keyin Alloh
Taala o'zining payg'ambari va sizlarning qalbingizga xotirjamlik ato qildi. Va anzala junudan lam tarawha va sizlar ko'zinglar bilan ko'rolmaydigan askarlarni tushirdi. Ya'ni farishtalarni yordamga tushirdi. Va azzaballazina kafaru va zalika jazaa'ul kafirin. Alloh Taala kofir bo'lganlarni sizlarning qo'linglar orqali jazoladi. Kofirlarning jazosi ana shunday bo'ladi dedi. Bu urushda Alloh Taala dastlabida musulmonlarning soniga ishinib ketganligi uchun bu jihatda dars berib bo'lgandan keyin oxirida Alloh Taala farishtalarni tushirib musulmonlarga yordam beradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yendiki fidokor sahobalar bilan urush qilib kelsa, uning yoniga qator dushmanlar asirga tushib putqo'llari bog'langan holda tizilib ketgan edi. Sahobalar buni ko'rib texmi jangovalashib ketdi. Shunday qilib jang maydonidagi g'alaba musulmonlar taraf qarab yuzlanadi. Oxirida mushriklar qo'shini bo'lolmay ko'p qismi va qo'mondonlari Toif qochadi. Yana bir qismi Naxli qochadi. Yana bir qismi boshqa shahar va yurtlarga qochib ketadi. Musulmonlarning qo'liga 6000 kishi asirga tushdi. 24000 tuga, 40000 qo'y, 4000 uqiya kumush, ya'ni 140 tonna kumushga teng keladigan 4000 uqiya kumush asirga tushdi. Ya'ni dushman qo'shini mushlar qashimizda bo'lsa, mushlarning dushmanning qo'liga tushib ketishidan ansirab, jinimizni tikib urush qilamiz deb elib chiqqan narsalarning hammasi musulmonlarning qo'liga tushdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom g'animatlarning hammasini Jiron degan yerga to'playdi. Ondan keyin qochqonlarning keyindan qo'g'lab zarb berish harakati olib boradi. Avtas degan yerga qochgan dushmanlarga zarb berish uchun Abu Amir Ash'ariyni avatadi. Abu Amir Ash'ari u yerdagi dushmanlarning hammani bo'ysundiradi. Lekin oxirida Abu Ash'ar Amiri bu urushda shahid bo'ladi. Yana bir bo'lak sahobalarni Naxla degan joyga qochgan mushriklarning keyindan qo'g'lab zarb berish uchun avatadi. Xolid ibn Validni 1000 nafar askarga bosh qilib, Toyib qochgan mushriklarning keyindan qo'g'lashga buyurdi. Ondan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sahobalarning hammani qaytadan to'plab, nihoyat zo'r qo'shin bilan Xolid ibn Validning keyindan Toyib qarab yo'lga chiqadi. Chunki mushriklarning ko'p qismi va qo'mondonlarning hammasi Toyib qarab qochgan edi. Mushriklar Toyibga chiqqandan keyin Toyibning ichiga jiddiy holda oshuzuklarning hammasini to'plab oladi. Ya'ni ular sepining ichiga 1 yillik yetgudek oshuzukning hammasini akirib olgandan keyin shahar sepining ishini taqib oladi. Xolid ibn Valid qo'shini Toyibga yetib keladi. Keyinda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom nihoyat zo'r qo'shin bilan Toyibga yetib keladi va sepining atrofini hammani muhosiraga oladi. Musulmonlar qo'shini sepini bosish uchun har xil usullarni qo'llanadi. Menchanoq atadi. Sepining tomlaridan cho'ng kichik har xil tushuklarni ochadi. Musulmonlar qo'shini kirishga temsilgan vaqtida dushman qo'shini o'qiya orqali musulmonlar qo'shini keyniga chekindiradi. Musulmonlar qo'shini keyniga chekinmay davomli sepini bosish uchun harakat qiladi. Muhosir bir qancha kun davomlashgan bo'lsa-mu, lekin ilgilash bo'lmaydi. Musulmonlardan 10 necha nafar sahoba shahid bo'ladi. Muhosir 20 kun davomlashgan bo'lsa-mu, lekin sepini bosib kirolmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sahobalar bilan maslahatlashib orqali vaqtliq uzuq bilan kelgan musulmonlar qo'shinining ichiga 1 yillik yetgudek oshuzukni to'plab olgan bu mushuklar qo'shinidan davomli urush qilsa, yana ziyon tortadigan musulmonlar qo'shini bo'ldi deb qarab, bu yerdan chekinishni qaror qiladi. Shunda qilib musulmonlar qo'shini Toyibdan chekinadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va sahobalar qo'shini Toyibdan g'animatlar to'plangan Jiron degan yerga qarab yo'lga chiqadi va u yerga kelib g'animatni taqsim qilmay bir qancha kun saqlaydi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mollarning egisi bo'lgan mushriklarning musulmon bo'lib mollarini so'rab kelishini kutatdi. Agar u mushriklar musulmon bo'lib kelsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ularning mollarining hammasini qaytarib beradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom buni kutib g'animatni taqsim qilmay bir qancha kun kechiktirdi. Lekin yangi musulmon bo'lgan musulmonlar qo'shiniga Makkadan qo'shilgan sahobalarning butun Asiyada g'animat qoladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bir qancha kun saqlasimi, mushriklarning kamiganligini ko'rgandan keyin sahobalarning hammasini to'playdi. Ondan keyin g'animatlarni taqsimlashga boshlaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yangi musulmon bo'lganlarning qalbini islomga moyil qilish va bekitish uchun davlat xazinasiga ayirib olgan g'animatning 5ning bir qismidan ularga ko'p beradi. Masalan, Makka xalqining cho'ngi, ya'ni Makka shahrining shahar boshlig'ining o'rnida turadigan Abu Sufyonga 100 tuga va 40 uqiya oltin beradi. Ondan keyin Abu Sufyon, "Ey Rasululloh, balamg'im bersang" deb keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom uning balasiga uningga o'xshash beradi. Va undan boshqa yangi musulmon bo'lgan Makkadagi sahobalarga 40 dan 50 dan 100 dan tuga beradi. Atrofdagi sahroliq arablar Muhammad oymay beradi ekan deb top-top bo'lib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qashiga kelib, "Bizga bersa ey Rasululloh" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ulog'ima beradi. Ondan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom urush qatnashgan sahobalarga g'animat taqsimoti bo'yicha piyodalik va otliqqa qarab turib, piyodaliklarga 4 tuga 40 qo'y, otliqlarga 12 tuga 120 qo'ydan beradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning bu taqsimotiga shohid bo'layotgan Zulxoysira ismli bir odam payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning yoniga kelib, "Ey Rasululloh, i'dil, adil bo'lg'in" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom, "Voy sana, men Allohning elchisi turib adil bo'lmasam, kim adil bo'lsin" deydi. Hazrat Umar u odamning gapini anglab nihoyat g'azablanib, "Ey Allohning elchisi, menga ruxsat qilsizlar, bu odamning bir adabini beray" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom, "Ey Umar, uning bilan qaring olmasin. Pat yaqinda mana mushunga o'xshash bir turkum kishilar keladi. Ular nihoyat ko'p namoz o'qiydi. Ularning o'qigan namozining qashida sizlar o'qigan namozinglarni nihoyat oz sanab qolasizlar. Ular nihoyat ko'p ro'za tutadi. Ularning tutgan ro'zining qashida sizlar tutgan ro'zanglarni nihoyat oz sanab qolasizlar. Ular Qur'on o'qiydi, lekin Qur'on ularning geldan o'tmaydi. Ya'ni Qur'on o'qiydi, lekin Qur'onning tushunchasi ularning zehnidan o'tmaydi. Ular xuddi yochoqdan o'qiya chiqib ketgandek dindan chiqib ketadi" deydi.
Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu so'zi orqali xuddi Zulxuvaysiraga o'xshash, hatto payg'ambardinmi ayb izlaydigan, o'zining boshqasining hech kimni musulmon sanamaydigan, o'zining boshqa hech kimni odil sanamaydigan, nihoyat ko'p namoz o'qiydigan, nihoyat ko'p ro'za tutadigan, ya'ni ko'rinishda nihoyat taqvo, to'xtamay Qur'on o'qiydigan, ammo Qur'onning tushunchasi kallasida bo'lmagan, boshqalarni kofirga chiqaradigan bir to'p kishilarning keldiganligidan xabar beradi. Mana shunga o'xshash bir bo'lak kishilar jamiyatda paydo bo'lib yo'qaydi. Ya'ni ular o'zining boshqasining hammasini kofir deydi. Hatto olimlarni ozg'un, mushrik, murtad deydi. Xuddi Zulxuvaysira payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni odillik qildi deganga o'xshagan, hatto payg'ambardimi, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning davrida yashab qolgan bo'lsa, u tipdagi kishilar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan ayb izlaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom yuqorqi so'zi orqali bu tipdagi kishilardan bizni alohida ogohlantiradi. Amaliyotda payg'ambar alayhissalomning yuqorqi taqsimoti nihoyat kuchli siyosiy ega taqsimot edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom burun musulmon bo'lgan sahobalarga ko'p narsa bermadi. Ya'ni o'zining nasibasidan ortiq narsa bermadi. Ammo yangidan musulmon bo'lgan sahobalarga bo'lsa nihoyat ko'p narsalarni berdi. Nima uchun? Chunki haqiqatga aql va tafakkur boshlab kirolmagan ba'zi kishilarni dunyo manfaati boshlab kiradi. Ya'ni aqli va tafakkur orqali haqiqatga so'rgili bo'lmagan kishilarni geli orqali so'rab haqiqat akirgili bo'ladi. Ular dastlabida dunyo manfaati uchun islom kirgan bo'lsa-mu, lekin islomning ichiga kirgandan keyin haqiqatni tushunib, iymonda mustahkam turadi. Amaliyotda shu geli orqali haqiqatga so'rab akirilgan ba'zi sahobalar keyin iymonni tushungandan keyin iymonda mustahkam turib, haqiqiy aqli va tafakkurni imoya etgan. Shundaqla islomga nihoyat zo'r tuhfalarni qo'shgan. Lekin sahobalarmi bizga o'xshash insonlar. Bizning xiyolimiz kelgan savollar sahobalarning xiyoliga keladi. Ansar sahobalarning ichida g'ulg'uli bo'lishga boshlaydi. Chunki g'animat ko'p berilgan yangidan musulmon bo'lgan kishilar urush maydonida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni tashlab qochqanlar edi. G'animat oz berilgan kishilar bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni jon tikib qo'ydigan ansar sahobalar edi. Shunga ular inson bo'lg'achqa nima uchun bunday bo'ladi? Yangidan musulmon bo'lgan urush qochqanlarga g'animat ko'p beriladi. Biz payg'ambarimizni qo'g'dab jinimizni tikib urush qilsak, nima uchun bizga g'animat oz beriladi deb azroq g'ulg'ul bo'lishga boshlaydi. Ansarlarning cho'ngi Said ibn Ubada payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning yoniga kelib, ansarlarning shikoyatini yetkazdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom: "Ey Said, sen shunda qaramsa" deydi. Said ibn Ubada nihoyat samimiylik bilan: "Ey Allohning elchisi, men ularning qatorida" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ansarlarning hammani to'pla deydi. Said ibn Ubada ansarlarning hammasini bir yerga to'playdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ularga: "Ey ansarlar jamoati, anglanglar. Sizlar Allohning sizlarga bergan ne'matini aslanglar. Balkim sizlar seni yurtingdagilar qo'g'lab chiqargan, seni yolg'onga chiqargan vaqtida biz seni yurtimizga oldik, biz sana ishondik deyishinglar mumkin. To'g'ri, shunda qildinglar. Lekin men ba'zi kishilarning musulmon bo'lishi uchun dunyo manfaatini berib, sizlarni iymoningizga topshirsam, sizlar bunga rozi bo'lmamsizlar? Ey ansarlar, boshqalar tugi qo'ylarni elib yurtiga qaytsa, sizlar Allohning elchisini elib yurtingizga qaytsizlar emasmi? Bunga rozi bo'lmamsizlar? Aqaba baytida bu yo'lning badaliga jannatni oldiganlikqa ahd bermaganmidinglar? Alloh bilan qasamki, agar hijrat bo'lmagan bo'lsa, men ansarlardan bo'lishni tanlaydim. Agar butun odamlar bir ko'chada, ansarlar bir ko'chada mansa, men ansarlar mangan ko'chadan mangaman. Ey Alloh, ansarlarga rahmat qilgin. Ansarlarning avlodlariga rahmat qilgin deb ansarlarga nihoyat ko'p duolarni qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning bu duosini anglagan ansarlar yig'lab soqollari ho'l bo'lib ketadi va payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga: "Ey Allohning elchisi, sening taqsimotingga rozi bo'ldik. Bizning nasibimiz Allohning elchisi bo'lsinki, bizga bu yetar" deydi. Shunda qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Jirondagi g'animat ishlarini oxirlashtirib bo'lgandan keyin shu yerdan ihromga kirib Makkaga umra qilishni niyat qilib yo'lga chiqadi. Bu payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning 3-umrasi edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Makkaga kirib umra qiladi va Makkadagi ishlarni oxirlashtirgandan keyin Makkaning ishlarini vali Attab ibn Usaydga topshiradi va shu yili, ya'ni hijratning 8-yili 11-oyning, ya'ni Zulqa'da oyining 24-kuni Madinaga qarab yo'lga chiqadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom buningdan taqasaq 8 yil burun yurtidan majburiy chiqarilib yordamga ehtiyojli holda Madinaga kelgan bo'lsa, bu qatim zafar tojini beshiga kelgan holda Madinaga qaytadi. Madina xalqi bo'lsa payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni tunji qatim qanday qarshi olgan bo'lsa, shunda dog'dug'lik bilan qarshi oladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Makkani ozod qilib Madinaga kelgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning zafar xabari atrofga taraydi. Atrofdagi qabila, oymoqlar, jamiyatlar va baglarning hammasi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga umak avatib, o'zining el buldiganligini aytishadi va Madinaning ichi har tarafdan kelgan umaklar bilan bir qaynoq bozorga o'xshab ketadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Madinaga kelib uzun o'tmay, ya'ni hijratning 8-yili 12-oyida, ya'ni Zulhajja oyida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning Mariyadan bo'lgan Ibrohim dunyoga keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hijratning 9-yili 1-oyidan boshlab atrofdagi alo'g'an qabila va oymoqlarga maxsus zakot yiquvchi belgilaydi va Arab oralidagi bexatarlikni ishga oshirish uchun atrofga qo'shin avatadi va ularning bexatarlikini saqlaydi. Shunda qilib Madina va butun Arab oralida xotirjamlik hukm suraydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bundan keyin qilgan xotirjamlik va bayashatlik haqida Hiradan yo'lga chiqqan bir ayol xotirjam holda
Mekke'ye berip ömür kılıp qaytalaydı. İran padişahı Kisra'nın xəzinlərinin işiklerini açsılar deydi. Lekin bu vaqtda bu gap sahabalarga nisbeten çüştek bilinetdi. Çünkü o devirde gerçi Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Arap aralındaki Araplarni birleştirip güçlü bir yerga yıqqan bolsa-mı, lekin bu güç imperiyalarning kuchiga selishtirganda yo'q hisobi deydi. Arablar imperiyalarga hujum qilish emas, ularning xəzinlərini etish emas, ularning o'zlariga hujum qilib qilishini qarshi deb biletdi. Lekin bir qancha yildan keyin, ya'ni Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam vafot tepib, Hazrat Umarning davriga kelgan vaqtida mush hadis xitob qilingan Adi Kisraning xazinasining ishining qulpini o'z qo'li bilan chaqidi. Shunda qilib Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning atrofiga Arab oralidagi cheshlangu arablarning hammasi bir-birlab to'plashib, birlik hosil bo'lishga boshlaydi. Shundaqlar Rim imperiyasining qo'l ostidagi, ya'ni siyosiy jihatda Rim imperiyasiga qarshi bo'lgan Shamning atrofidagi ba'zi arab qabilalari Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga qo'shiladi. Buni ko'rgan Rim imperiyasi musulmonlarni yo'qotmasak bo'lmaydigan darajaga yetibdi deb Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam qarshi jiddiy urush tayyorlik qilishga boshlaydi. Bu xabar Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam va sahobalarga yetib keladi. Sahobalar bu xabarni anglagandan keyin xuddi Madinaning osmonini qor bulut qoplagandek tuyulib ketadi. Chunki Rim imperiyasi shu davrdagi birdan-bir eng cho'ng imperiya edi. Musulmonlarning kuchi taxi undaq imperiyalar bilan urush qilgudek darajada emas edi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Rim imperiyasining urushiga qarta qanday muomala qiladi, qanday tayyorliklarni qiladi, bularning o'tirisida urush yuz beramdi. Agar urush yuz bersa, buncha cho'ng kuch farqi turuqliq kim yengadi? Bu vaqtda kitoblar Allah qiziqsanglar, diqqatinglar kelarga dersingizda bo'lsin. Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun